advokatlari bilan suhbatlashdik. Aynan gap ayollar o'ynaydigan gapda ushbu ayol Dilfuza Ismoilovaning gapiga qo'shilib oladi, ishonchiga kirib va ushbu gapda Dilfuza Ismoilova o'zini tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan rejasini ayollarga bayon qiladi, biznes rejasini, va ushbu ayol biznes rejadan foydalangan holda Dilfuza Ismoilovaning ishonchiga kirib o'zini sitrus mevalarini oldi-sotisi bilan shug'ullanishligini, har bitta chetdan kelayotgan o'sha sitrus mevadan har bitta furadan 25-30 ming AQSh dollarida foyda olayotganligini, aynan agar Dilfuza Ismoilova ushbu biznesga pul tiksa, aynan o'sha har bitta furadan 15-20 ming dollar biznes uchun, bunga biznes sherik bo'lgani uchun pul ajratishi to'g'risida aytib, uning shu darajada ishonchiga kiradiki, Dilfuza opa bunda nima yaxshi bo'ladi, mayli, men ham o'z biznes boshlamoqchi edim, mayli, yaxshi plan ekan, men mayli sizga pul tikaman va foydani teng o'rtada bo'lishamiz deb Dilfuza opa tuzog'iga tushib qoladi. Ijtimoiy tarmoqlarda uddaburon va shaddod ko'ringan Dilfuza Ismoilova ishonuvchanligi unga pand berganligini aytadi. Dilfuza opa 11 ta fura anaqam kelyapti, sitruslarim, qo'l mevalar kelyapti. Tez bitta anaqadan 20 dan 35 ming dollargacha foyda ko'ramiz dedilar. Mana internetda rasmlar ekan, u biz ishondik, ya'ni furalarchi, u internetda bo'lar ekan-ku furalar, o'sha rasmlar, mana shunaqalar o'zlarini bizneslarga ko'rsatib, 40 ming uyga kelib olib ketib, 20 ming yana keldi, garit jon deb ana top bermasangiz bo'lmaydi, xohlasangiz prosent, biz prosentga ish qilmaganmiz dedim. Mazkur ish bo'yicha Dilfuza Ismoilovadan tashqari boshqa jabrlanuvchilar ham bor. Hech qachon o'rtamizda yolg'onlar bo'lmagan edi, vaqtida ana qilardilar. Negadir birdaniga shunaqa yolg'onga duchor bo'lib qoldim. 20.500 qo'limni pulimni berdim, yangi mashinamni berdim, ishonib 2,5 yil bo'ldiki, hali ololmayman. Pulimsiz, mashinamsiz qoldim. Mashinani siz unga sotuvdingizmi? Men ulargacha mashinamni sotmadim. 2022-yilda 30-dekabr kuni pul zarur bo'ldi, furam keldi, mashina ochish kerak, yangi yilga sotishimiz kerak, yaxshi bo'ladi dedilar. Pulim qolmadi, bor pulimni 3 kun oldin berdim desam, keyin berib turing, men 20 kunda Nexia 300 yangi Gentra yoki yangi Cobalt qilib beraman dedilar. Keyin yo'q, mana o'sha payt 2 yildan oshdi, lekin na mashinam bor, na pulim bor, o'tiribman. Bular men sotib olgan uyni zalogga qo'yib yuborib, firibgarlik qilib, notarius bilan kelishib, bankir bilan kelishib, meni uyimni zalogga qo'yib, o'zligi pul olib qochib ketishgan. 2022-yilning boshida bo'lgan. Bizga ipoteka 10 yilga kredit qilib beramiz, 12% dan deyishib, o'zlarining maqsadida 1,5 yilga o'zlarining biznes uchun 1,5 milliard pul chiqarib yuborgan, ikkita uyni qo'yib zalogga. Lekin bizga ipotechni 10 yilga 12% dan qilib beramiz deyishdi. Shularni yolg'on kasriga mana 30 ga yaqin odam ko'chada qolib ketdi hozir. Jabrlanuvchilarning advokatining aytishicha, sudlanuvchi bundan oldin ham firibgarlik bo'yicha sudlangan. Muqaddam aynan 168-modda, ya'ni firibgarlik jinoyati bilan bir necha marotaba sudlangan ayol. 80 ming AQSh dollarida hozirgi vaqtda zarar miqdori, hozirgi vaqtda sud jarayonlarida aynan jabrlanuvchilarni so'roq qilish jarayon bosqichida turibmiz. Sud adolatli o'tyapti. Endi meni aldab, men ham o'zim biznesim bor edi. Men ham halol mehnatim bilan topib, o'shalar misqollab topaman pulimni. Men o'zi hech qachon yomonlik ravo ko'rmayman hech kimga. Ishonasizmi, suddan nimani xohlayman? Hamisha o'sha meni jabrlanuvchiman, pullarim qaytib kelishini xohlayman. Mazkur ish bilan bog'liq sud jarayoni 3 aprel kuni davom etadi.